O'rtoqlar, sizlar mendan arendaga 3 talik Matiz, 5 talik zo'ri bormi so'radinglar. Maslaga shikillat variantni topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Hech kimdan o'g'irlanmagan o'zimiz ashyor. Bozorda qaytgan cho'chib ketgan mashina reklama qilmaymiz. Bo'lsa, xalqqa bo'lsa, mana shunaqa chiroyli mashinalar bo'lsa. O'rtoqlar, mana holatlarni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu 3 talik Matizimiz bo'ladi. 4 ta ballonlari yangi, holatlari ideal. Yili 2015-yil yurgan masofasi 220 kilometr. Bunisini ham ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. 2018-yil yurgan masofasi 2000 dan ozgina oshuv. Kalsenderlari, gaz ballonlari hamma narsalar bor. Absolutniy 4 ta yangi ballonlarda. Bunisini ham ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu ani yangicha eksportga chiqqan variant 2018-yil bestimizda bo'ladi o'rtoqlar. Usti 3 talik variant. Mashinalarning holati hammasi ideal, olib haydashga tayyor. Jigarlar, mana mashinalarning holatini o'zingizlar orqa tomonlardan ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari xudo xohlasa ideal o'rtoqlar. Kraskalari kelsa etida, betida petnolari bor mashinalarimiz, lekin suyaklari but. Mana mashinalarning holatini o'zingiz ko'rdingiz. Hammasi ideal, olib haydashga tayyor. Endi maski narxini aytmasimdan oldin, mana shu videoga bir dona like bosing. Bosdingizmi? Aldimay hali bosmadingiz. Bosing. Bosdingizmi? Endi mana maska hozir nesh bilan chiqishini aytaman. Mana shu olib haydashga tayyor bo'lib turgan mashinalarimizni hoziroq past nomerli aloqaga chiqib turib, Toshkent Prapskiga boshlang'ich 800 dollar, 1000 dollar to'lovini qilib turib, u yog'ini sharoitiga qarab 12 oydan 36 oygacha olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Mana shu videoni arendaga yaxshi mashina bo'lsa edi, ishonchli odamdan bo'lsa edi deb qidirgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar. Nima deyman endi o'rtoqlar? Barakasini bersin.